Payg'ambarimiz o'gitlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga ijobat etgan, birinchi bo'lib iymon keltirgan ulug' sahobiy, birinchi xalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan naql qilingan bir asarda u zot aytadilar: zulmatlar 5 ta. Ularni yorituvchi chiroqlar ham 5 tadir. Birinchisi dunyoga muhabbat qo'yish zulmat, uning chirog'i esa taqvodir. Ikkinchisi gunoh qilmoq zulmat, uning chirog'i tavbadir. Uchinchisi qabr zulmat, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh uning chirog'idir. Oxirat zulmat, uning chirog'i esa solih amaldir. Beshinchisi sirot, jahannam ustiga tortilgan ko'prik zulmatdir. Uning chirog'i yaqin, shaksiz iymondir. Biz quyidagi sahifalarda Uzot radhiyallohu anhuning ushbu sermazmun so'zlarining ikkinchisini baqadir hol Alloh madad berganicha sharhlab berishga harakat qilamiz. O'tgan dasturimizda dunyoga muhabbat qo'yish va uning chirog'i bo'lmish taqvo haqida suhbatlashgan edik. Bugungi masala gunoh qilmoq zulmat, uning chirog'i tavbadir deb nomlanadi. Avval zulmat haqida. Gohida gunoh ish foydali mehnat, chiroyli mashg'ulot bo'lib ko'rinadi, biroq aslida u o'z sohibini o'rab olgan zulmatdir. Gunohkor shaxs buni o'zi ham yaxshi his qilib turadi, chunki uning yomonlikka farmon qiluvchi nafsi noshar'iy ishga chorlagan paytda gunohning zulmati uning chor atrofidan qoplab kelayotgani, u mana shu gunoh sababli haqiqiy baxt saodatdan mahrum bo'lib qolayotganligini yaxshi bilib turadi. U atrofidagilarga o'zini har qancha baxtli, har qancha xursand qilib ko'rsatishga urinmasin, baribir o'zini gunohning tubsiz zulmatida qolib ketayotganligini juda yaxshi sezib turadi. Hatto uning qalbini qoplab olgan gunohning zulmati uning yuzida ham zohir bo'lib, ozgina farosatli kishi bilib oladigan darajada sezilib turadi. Imom Ibnul Qayyum rahmatullohi alayh o'zlarining Javobul Kafi nomli kitoblarida gunohkorlik va gunoh ishlarining asarlari nimalardan iborat ekanini bayon qilar ekanlar. Qalbni zulmat qoplab qolishini shular jumlasiga kiritdilar. Bu kishi aytadilar: gunohning salbiy ta'sirlaridan yana biri, gunohkor shaxs gunohning zulmati uning qalbini qoplab olganligini aniq bilib, xuddi qorong'u tushganini his qilgani kabi his etib turishidir. Zero qorong'u kechaning zulmati ko'zning ko'rishiga monelik qilganidek, gunohning zulmati qalbning haqiqat nuridan bahra olishiga monelik qiladi. Chunki toat ibodat nur, ma'siyat esa qop-qorong'u zulmatdir. Uning zulmati ortgani sari kishining ushbu zulmatdagi hayrati ortib boraveradi. Natijada o'zi sezmagan holda bid'at, xurofot va halok qiluvchi amallarga tushib qoladi. U bamisoli qorong'u kechada yolg'iz qolgan a'mo kishi kabi bo'lib qoladi. Borib ushbu zulmat kuchaygandan kuchayib, avval uning ko'ziga, so'ngra yuziga ta'sir qiladi. Hatto uning yuziga g'olib kelgan qoralik hammaga oshkor ko'rinadigan bo'lib qoladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: hasana, ya'ni chiroylik amalda yuzga nur, qalbga ziyo, rizq ro'zga farovonlik, badanga quvvat va odamlar qalbida hosil bo'ladigan muhabbat bordir. Yomon amalda esa yuzga qoralik, qalbga zulmat, tanga zaiflik, rizq ro'zga tanglik va odamlar qalbida paydo bo'ladigan bug'z va adovat mavjuddir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlari, gunohning zulmati sababli qalbda paydo bo'ladigan illatlarning hammasi emas, bularni u zot misol tariqasida keltirdilar. Ulug' sahobalardan yana birlari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ham gunohning zulmati sababli vujudga keladigan boshqa bir mudhish narsa, hosil qilingan ilmni esdan chiqarish haqida xabar berib shunday deydilar: men kishining ta'lim olib o'rgangan bilimini unutib yuborishga o'zining qilib qo'ygan xato gunoh ishi sababdir deb hisoblayman. Ushbu zulmat gunohkor shaxsning qalbida kuchayib boraveradi. Agar uni bartaraf qilishga harakat qilmasa, oxir oqibat hozirgina aytib o'tilgan Ibnul Qayyumning so'zlaridagi kabi uning qoraligi yuzda ham zohir bo'lib ko'rinib qoladi. Ushbu ma'noni ulug' zohid tobein Sulaymon ibn Tarxon Taymiy ham ta'kidlaganlar. Albatta inson bir gunohni qilsa, uning yuzida gunohning kasofati oshkor bo'ladi. Gunohkor shaxsning yuzida zohir bo'lgan bu kasofat uning qalbida gunoh sababli vujudga kelgan qorong'u zulmatdan paydo bo'lgandir. Bu zulmatni esa uning qalbidan faqatgina tavbaning nurli chirog'igina ketkaza oladi. Ikkinchi chiroq tavbaning chirog'i. Alloh subhanahu va taolo hammani, hatto xolis mu'minlarni ham ushbu chiroq, ya'ni tavba chirog'ini yoqishga amr etadi. Chunki najot sabablari tavba chirog'ini yoqib, uning nuri bilan zulmatda qolgan qalblarni munavvar etishda ekani ma'lum va mashhurdir. Alloh taolo Nur surasining 31-oyatida aytadi: barchalaringiz Allohga tavba qilinglar ey mu'minlar, shoyatki shunda najot topsangizlar.
Alloh taolo ushbu oyatda najotni, ya'ni oxiratda qozonilajak g'alabani tavbaga bog'liq qilib qo'ydi. Alloh taolo maqbul bo'lajak tavba nasuh xolis bo'lishi kerakligini bayon qilib aytadi. Ey mu'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Demak, nasuh, xolis tavba barchamizga lozim amal ekan. Barcha gunohlari mag'firat etilgan ma'sum zot payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham har kuni tavba va istig'forlar qilishlarini bayon qilib aytadilar. Allohga qasamki, men bir kunda Allohga 70 martadan ortiq istig'for aytib, unga tavba qilaman. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Muslimning rivoyatlarida esa albatta men bir kunda 100 marta tavba qilaman deb aytganlar. Demak, gunohlari mag'firat etilgan insonlarning eng afzali payg'ambar alayhisalom shu darajada tavba va istig'forlar qilib turganlarida hamda Alloh taolo o'zining kitobida mu'minlarni xolis tavba qilishga farmon qilib turganida, gunoh amalni qilib uning qorong'u zulmatiga tushib qolgan shaxslar tavbaning nurli chirog'iga boshqalardan ko'ra ko'proq muhtoj ekanliklari ma'lum bo'ladi. Chunki ushbu chiroq ularning qalblarini zabt etib olgan gunohning zulmatini tor-mor etib, uni ilohiy ta'limotni qabul qilishga va butun a'zolari bilan solih amallarni sidqi dildan bajarishga shay qilib qo'yadi. Ushbu chiroqning nuri o'chib qolmasligi uchun uni o'z vaqtida yonilg'i bilan ta'minlab turish lozim. Bu ta'minlash esa talab, ilm va sabr qilish bilan amalga oshadi. Chunki inson ilm bilan savob va gunoh o'rtasini farqlashga ega bo'lsa, sabr bilan ushbu yo'lda yo'liqishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga bardosh berib, gunoh ishlardan yiroqlashishga muvaffaq bo'ladi. Mana shu o'rinda Imom Navaviy o'zlarining Riyozi Solihin nomli kitoblarida tavba va uning shartlari haqida aytgan so'zlarini keltirishni lozim topdik. O'zot rahmatullohi alayhi aytadilar, ulamolar deydilar, barcha gunohlardan tavba qilmoq vojibdir. Agar qilingan gunoh Alloh bilan bandaning o'rtasida voqea bo'ladigan gunohlardan bo'lsa, tavba qilishda 3 narsa shart qilinadi. Birinchisi, mana shu gunohdan butkul chiqish. Ikkinchisi, shu gunohni qilgandan pushaymon bo'lish. Uchinchisi, mana shu gunohga aslo qaytmaslikka azmi qaror qilish. Agar ushbu shartlardan birontasi amalga oshirilmay qolsa, qilingan tavba hisobga o'tmaydi. Agar qilingan ma'siyat, gunoh inson huquqiga taalluqli bo'lsa, u holda tavbaga 4 narsa shart qilinadi. Avval aytib o'tganimiz 3 ta shartga qo'shib 4-shart haq egasini rozi qilish. Masalan, mol va shu kabi narsani tortib olgan bo'lsa, uni egasiga qaytarish. Agar uning haqqiga bo'xton qilgan yoki biror ma'naviy zarar yetkazgan bo'lsa, unga berilajak shar'iy hukmga itoat etish yoki haq egasidan avf etishini iltimos qilish. Agar birovni g'iybat qilgan bo'lsa, g'iybat qilingan shaxs huzuriga borib, qilgan xatosini e'tirof etib, undan uzr so'rash. Agar qilgan gunohlari turlicha bo'lib, ularning ba'zilaridan tavba qilib, ba'zilaridan qilmagan bo'lsa, qilgan tavbasi ana shu tavba qilingan gunohga nisbatan hisobga olinadi. Qolgan gunohlarga qilinishi vojib bo'lgan tavba undan soqit bo'lmay turadi. Tavbaning vojib ekaniga kitob va sunna va ummatning ijmosidan yetarlicha dalillar mavjud. Umar ibn Hattob xolis tavbani quyidagicha sifatlaganlar. Xolis tavba banda bir gunoh ishdan tavba qilganidan keyin sog'ib olingan sut yelinga qaytib kirmaganidek, u ham o'sha gunoh ishga qaytib qadam bosmasligidir. Birodarlar, yuqoridagi tavba haqida aytganlarimizdan ma'lum bo'ladiki, qachonki xolis tavba qiladigan bo'lsak, qilgan tavbamiz o'zining ziyosi bilan nurli chiroq kabi qalbimizni qoplab olgan gunoh ishlarning zulmatini tarqatib yuboradi. Alloh taolo hammalarimizni xolis tavba qilishga muvaffaq aylasin.